Bu makiyajni qilish uchun hech qanaqa vizajist bo'lishingiz shart emas, chunki bu makiyajni men o'zim uyda qildim. Birinchi bo'lib bizga shunaqa shapochka rekvizit kerak bo'ladi. Aslida ertalabki makiyajimni o'chirmadim va uni ustiga, ko'zimni ustiga, точнее, konsiler surdim. Qoshimni usti bilan to'g'rilab chiqdik va pudradilab baking bilan shunaqa bakingday pudra qilib chiqdik. Eslaringizga bo'lsa 4 millionlik sumочкani raspakovka qilgandim. Shuni paletkasini haligacha ishlatyapman. Keyin boshqa paletkadan och ko'kni oldim, oq ten bilan aralashtirib, mana shunaqa ozgina svetlo-голубойcha qildim va keyin nanamni zamonlar qolgan qalamchani surdim. Realno bu nanamni qalamchalari. Yuzimni boshlanishiga oq podvodka va qalamcha surdim. Bu makiyajni до конца qilishimiz uchun shochkalarimiz qizarishi kerak, как будто нам холодно. Va albatta rumyani suramiz. Shunday qoldiraymi degan paytim mana bu niginlarni topdim. Va albatta highlighter bilan makiyajimizni tugatamiz. Va kamerada highlighter chiroyliroq, yarkiroq chiqishi uchun oq qalam surdim. Labimizni maksimalni nejni qilamiz. Shu uchun Vivien Sabo 104, keyin Vivien Sabo 03 Plumper. Yana bitta eng asosiy shtrix bu oq tush. Bu obrazim menga juda ham yoqdi va kommentariyada o'zlaringiz baho beringlar. Makiyaj qilib bilmaydigan qizlar ham bu obrazni qilib biladi.